Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Bugungi yangi xabarlarimizda O'zbekistonda 10-mart, 16-martgacha kunlari ob-havo qanday bo'ladi? Gazeta.uz sharhi. O'zbekistonda bahorning ikkinchi haftasi iliq bo'lishi kutilyapti. Xususan, hafta o'rtasi va dam olish kunlari janubiy viloyatlar va cho'llarda havo harorati +24 darajagacha ko'tarilishi prognoz qilinmoqda. Ayni vaqtda bu hafta respublika bo'ylab deyarli yog'ingarchilik quruq o'tadi. Ushbu sharh O'zgidrometning qisqa va muddatli ob-havo prognozlari asosida tuzilgan bo'lib, u bevosita ob-havo prognozi emas. Bu kabi sharhlar ob-havo byurolari prognozlarini raqamlar, hodisalarni oddiy tilda tushuntirish imkonini beradi. Ayrim nuqtalarda O'zgidromet hali taqdim etishga ulgurmagan axborotlar xalqaro